Mebelchi va akfachi jigarlar uchun ajoyib taklif. Kunlik 131 ming so'm to'lov bilan Chingraydan T32 xush kabinaligimiz. Yukxona hajmiga keladigan bo'lsak, 1.72 ga 2.60 sm bo'ladi. 1.5 tonna, 2 tonna yukingizni bemalol ortib ishga borishingiz mumkin bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, 4 ta shogirchani o'tkazib olib, mebel va akfa romlaringizni ortib olib, ishga borishingiz mumkin bo'ladi. Elektronniy rulda bitta barmoqchada boshqarib ketishga nima aytsin, Bluetoothga telefonda ulab olib, agar orqaga yurmoqchi bo'lsangiz ham hech qanaqa muammosiz zadniy kamera bilan bemalol boshqarib ketaverasiz. Kunduz sig'ida bo'lsa, konditsionerni yoqib olib, salqinda ketishga nima aytsin. Agar ispitsangiz yo sovqat ispitsangiz, oynani ochasiz, yopasiz, ochasiz, yopasiz. Usta 52 million so'm to'lov qilib, ham yuk mashin sifatida, ham yengil mashin sifatida boshqaraverasiz. Ha aytgancha, bu videoni mebelchi va akfachi o'rtoqlaringizga tashlab qo'ying. Ularga manfaatli video bo'lsin. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi nomerlarga telefon qiling.